Royjon, keliningizni olib ketmasam bo'lmas. Mayli kuya. Olib ketganingga yarasha uyaltirib qo'ymadimi? Ey, oyi. Eplasham gapmi? Keliningiz bugun kompaniyada rekord o'rnatdi. Nima? Qanaqa rekord? Kompaniyada chet ellik hamkorni kutib olib, muzokarani muvaffaqiyatli o'tkazdi. Rustam aka topilmadi. Men esa boshqa uchrashuv deydim. Keliningiz nafaqat tarjimonlik, kompaniya boshqaruvchisi sifatida ham ular bilan suhbatlashib, juda katta loyihani imzoladi. Nima? Rostdanmi? Hada. To'g'risini aytsam, o'zim ham haligacha ishonmayapman. Voy, baraka toping kelin. Qani, kelingchi o'zimga. Rahmat oyijon. Mana bu boshqa gap. Unda bugun bayram ekanda. Ha oyi, bayram.